Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayıyoruz. Leksiyada sırağa giriyoruz. Washington'dan sözlerimiz bugünkü İslah 2022 yıl 8. ayının 18. günü. Vaziyet tünügen 17. günü keştiyak düştün kiyen Amerika Qo'shma Shtatlar bilan Tayvan o'rtasida 21 asrga taalluq hisobda ikki davlat o'rtasida savdo tashabbusi suhbati boshlandi. Bu endilikda Tayvanga Bodi Davlat Majlisining vakillari Tayvandan keldi kim degandek Bodi keldi munosabatlardan tashqiridagi bir ahvol desangiz bu hisobda hozir junguluqning qaynab ketganiga qaraganda bu suhbat davlat darajalik. Ya'ni Tayvanni shu o'rinda qo'yish yoki shu o'ringa ko'tarish asosida elib berilgan suhbat bo'lamdi qanday? Bundaqda Jungo Kompartiyasi haqiqatan sakraydi-da, endi hisob shunami? Vaziyetimiz ana shu. Onun boshqa vaziyetimiz sizlar ko'rib bo'ldinglar, radiodan berib bo'ldi. Bayqa Birlashgan Davlatlar Tashkilotining alohida dokolatchisi Uyg'urlarni majburiy emgak silish, ya'ni majburiy emgak bilan Uyg'urlarni azoblash va Uyg'urlarni qul qilish dokolati. Endi men bu o'zimning televiziyasida bu to'g'rida sizlarga leksiya so'zlashim kerak vatandoshim. Ben bu leksiyani Amerika Ovoz'dan aldım. Mavzumunda Birleşken Devletler Teşkilatı'nın alayda dokolatçısı Şinjan yani müstemlik Uyguristan'da Tibet'te mecburi emgak kiseliş vakası yüz berdi deb ko'rsattı. Kişilik hukuk teşkilatları Jungo'nun qilgan askerlerini insoniyatga qarshi jinoyat sodir qildi deb bekitishni murojaat qildi. Mavzuli xabar 8 ayning 18 kuni Amerika Ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti majburiy emgak silish masalasi bo'yicha alohida dokolat qilguvchi arbobning bir parcha dokolatiga asoslanganda Jungo Şinjan Uyghur Abdunum Rayin yani müstemlik Uyguristan'da Uygurlar, Kazaklar ve başka azsallık milletlerini mecburi emgak silish mevcut. Tibet'te hem şunun o'xshash mecburi emgak silish tüzümü var. Amerika Qo'shma Shtatlar Grajdanlar İttifaqı'nın sözleriga asoslanganda Birleşken Devletler Teşkilatı'nın alayda dokolatçısı, Birleşken Devlet Teşkilatı Kişilik Hukuk Daimi Komiteti tarafından tayinlangan müstakil mutaxassis bulup, onun vazifesi nazaret qilish, taklif berish ve alayda devletlerinin kişilik hukuk ahvali ve bütün yer şarida kişilik hukuk xiloflik qilish ahvollari to'g'risida dokolat e'lon qilishdan iborat. Birleşken Devletler Teşkilatı hozirgi zaman qulluq tuzumi masalasi bo'yicha dokolat e'lon qilguvchi dokolat tayyorlovchi arbab Tomaya Obokata haftaning 2 kuni 8 ayning 16 günü e'lon qilgan hozirgi zaman shaklli qulluq tuzumning erk dini e'tiqod ve anatıllık assallık gruppalarına yetkizgen tesiri doğrusunda dokolat mavzuluk dokolatı da mındak ko'rsatdi. Şinjan Uyghur Abdunum rayonida yani müstemlike Uyguristan'da ve Tibet'te yüz bergan bazı mecburi emgak silish voqealari qullar ve qulluq tuzumga barobar bulup insoniyatga qarshi jinoyat shakllantirdi. Ondan başka mecburi emgak silish jarayonida ta'sirga uchragan ishchilarga hukuk xarakter ve dairesi cümleden uchragan ishchilarga hukuk ishlatishning kechiringlar
xarakteri ve dairesi cümleden həddədən ziyadə nazaret qilish, xorlash ve əmgək şəraiti bilan xorlash, hareketini nəzərbənd qilish, arqalıq çəkləş, təhdid selish, cismani ve cinsi zo'ravonlik qilish ve yana başka insaniyet qilipidan chiqqan holda g'urur salohiyatini haqoratlash, ba'zi ahvollar ostida qul qilishga barobar bo'lib, insoniyatga ziyonkashlik qildi deb qaralishi kerak. Bu jinoyatlar mustaqil tadqiq qilishga arziydi deb ko'rsatildi dokladda. Dokladda yana bundoq ko'rsatildi. Jungo şu yerlik xalqqa qartib elib bargan mecburi emgekni yolu qo'yish siyosatida davlatning ikki xil mecburlash tüzümünü qo'llandi. Ikki xil bir-biriga o'xshamaydigan davlat huquq bergan bu tüzüm kasbiy iqtidorni tarbiyalash, yetildirish va tarbiyalash markazi tüzümü. Buningda osonlikla nazarband qilinishi va o'rinlashtirishni qabul qilishlari kerak. B. Emgak kuchlarini yo'tkab, kambag'allikdan qutuldirish tuzumi. Davomini olaysiz vatandosh.